Assalomu alaykum. Kun sayin qurilishning yakuniga yaqinlashmoqdamiz. Bugungi kunda Centris Towers nafaqat poytaxt markazidagi yirik biznes markazi, balki shaharning yangi qiyofasiga aylanmoqda. Bu yerda zamonaviy arxitektura, muhandislik yechimlari va premium muhit uyg'un tarzda mujassamlashgan. Biz bu loyihani zamonaviylik, masshtab va innovatsiya tamoyillariga asoslangan holda yaratmoqdamiz. Biz uchun har bir bosqichda sifat, aniqlik va ishonch eng muhimi hisoblanadi. Sentyabr oyida qurilish maydonida katta hajmda beton ishlari amalga oshirildi. Barcha tower va bloklarda konstruksiya bosqichlari tizimli va reja asosida olib borildi. A tower 10, 11 va 12 qavatlarga beton quyildi. Hajmi 830 metr kub. B tower 3, 4, 5 va 6 qavatlarda beton ishlari yakunlandi. Hajmi 1475 metr kub. F G blok -2, -1 avtoturargoh va birinchi qavatlarda asosiy konstruksiya uchun 2970 metr kub beton quyildi. Asosiy poydevor uchun 100 metr kub grabeton yotqizildi. Jami quyilgan beton hajmi 5375 metr kubni tashkil etadi. Bu ko'rsatkichlar loyihaning barqaror va tizimli rivojlanayotganidan dalolat beradi. Qurilishning barqarorligi va mustahkamligini ta'minlash maqsadida sentyabr oyida quyidagi hajmda temir konstruksiyalar o'rnatildi. A tower 10, 11, 12 qavatlar uchun 145 tonna. B tower 3, 4, 5, 6 qavatlar uchun 250 tonna. F G blok -2, -1 yer osti avtoturargohi va birinchi qavat uchun 520 tonna. Jami sarflangan temir miqdori 915 tonnani tashkil etadi. Bu ishlar har bir bosqichda mustahkam poydevor va yuqori sifatni kafolatlaydi. Centris Towers loyihasining qurilishi reja asosida rivojlanib bormoqda. A towerda yuqori qavatlar bo'yicha konstruksiya ishlari faol davom etmoqda. Har bir qavatda zamonaviy muhandislik yechimlari va ekologik materiallardan foydalangan holda biznes talablariga mos infratuzilma barpo etilmoqda. D bloklarda devor izolyatsiya ishlari yakunlanib, vena fasad kronshtaynlari o'rnatildi. Bu yechimlar fasad mustahkamligini oshirib, uzoq xizmat qilishni ta'minlaydi va binoga zamonaviy arxitektura ko'rinishini beradi. Shu bilan birga fasad tizimlari binoga energiya tejamkorlik va estetik joziba bag'ishlaydi. FG bloklarda esa zamonaviy 4 qavatli avtoturargoh qurilishi, birinchi va ikkinchi qavatlar beton quyish ishlari yakunlandi. Centris Towers bu faqat ofislar joylashadigan bino emas. Bu yerda biznes uchun qulay, samarali va zamonaviy ish muhiti yaratilmoqda. Yaqin kelajakda u yirik anjumanlar va uchrashuvlar o'tkaziladigan, yangi biznes g'oyalar tug'iladigan markazga aylanadi. Biz bu loyihani shunchaki ish joyi sifatida emas, balki yangi avlod biznes muhitining ramzi sifatida yaratmoqdamiz. Har bir yechim bizning professionallik va sifatga bo'lgan sadoqatimizni bildiradi. Yangiliklarni biz bilan kuzatib boring.